Assalomu alaykum azizlar, sog'liginglar, kayfiyatinglar yaxshimi? Bugun davleniya haqida gaplashamiz, ya'ni qon bosimi haqida. Bu videoda olishimga sabab yaqinda do'stlarimiz bilan o'tirgan paytimizda 5 kishidan 3tasida davleniya borligi haqida gapirib borishdi. Eshitib hayron bo'ldim. Hali yosh bo'lishimizga qaramasdan, endigina 34 ga kelgan bo'lsak, уже qon bosimi davleniya boshlangan. Xo'p, qon bosim oshishligi nimalarga bog'liq? Keling shu haqida gaplashamiz. Birinchisi, qon bosimi oshishligi bu qonni qo'yiligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingisi, pochkada muammo bo'lsa, shunga bog'liq bo'lishligi mumkin. Undan keyingisi, qon tomirlarimizdagi tromblar, o'sha tiqilib qolgan qon tomirimizda yig'ilib qolgan xolesterin, tromb shular bilan bog'liq bo'lishligi mumkin. Xo'p, endi uchalasi ham birdaniga bo'lishligi ham mumkin. Xo'p, buni qanday qilib davolasa bo'ladi, qanday qilib chiqib ketsa bo'ladi? Birinchi navbatda birinchi qiladigan ishimiz qonni suyultirish. Qonni suyultirish uchun nimalardan foydalansak bo'ladi? Oddiy uy sharoitida qiladigan narsalaringizni aytib beraman. Birinchisi, limon bilan o'sha imbir, zanjabil bor, o'sha zanjabil, limonni choy qilib ichasiz. Ozgina asal qo'shasiz. Qonni tarkibini yaxshilaydi, qonni suyultiradi, immunitetni oshiradi, jigarni yuvadi, ichak holatini yaxshilaydi. Xo'p, Keyingisi zig'ir yog'i, baliq yog'i yoki zaytun yog'i. Bularda omega 3, omega 6 bor. Bu bilasiz, baliq yog'ida bor, zig'ir yog'ida, zaytun yog'ida bor. Bular yurak qon tomir tizimini yangilaydi. O'sha qon tomirda tiqilib qolgan tromblarni yuvib chiqaradi. Butun organizmingizdagi qon tomirlaringizni ham yangilaydi. Yurakka foydasi bor. Ayniqsa erkaklar qilish kerak. Chunki erkaklar infarkt, insultdan o'ladigan erkaklar juda ko'p ayollarga qaraganda. Ayollarda davleniya bo'ladi, lekin juda kamdan kam holatda eshitasiz. Ayol kishi infarkt bo'lib hayotdan ko'z yumibdi degan narsalar. Lekin bu erkaklarda juda ko'p. Xo'p, uchinchisi o'sha biz eng qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu har kuni yarim soat piyoda yurishlik. Har kuni yarim soat kanda qilmay piyoda yuring. Ertamandan va kech paytdan o'ziga qulay bo'lgan vaqtda. Qon aylanadi. Organizmga qon bilan birgalikda oziq moddalar, kislorodlar hujayraga yetib borishini ta'minlaydi. Xo'p, keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bizni psixologik yondashuv ham katta rol o'ynaydi. Doimiy bosimda, doimiy naprejeniyada ishlaydigan odamlarda ham qon bosimi o'ynab qoladi. Shuning uchun e'tibor qarating, o'sha doimiy bosim bormi sizda? Shu holatga ham e'tibor qarating. O'sha doimiy bosim bo'layotgan bo'lsa, nima sababdan bosim bo'lyapti? Shunga e'tibor qaratib, o'sha bosim bo'layotgan holatlarni, o'sha ishlarni hal qilishga harakat qiling. Xo'p, shuni bordik, shu narsani 14 kun davomida qaytaring. Limon, asal, zanjabil. 2 mahal, 3 mahal. Zig'ir yog'i yoki baliq yog'i. Xo'p, undan keyin yarim soat piyoda aylanib yurasiz. Sizga o'sha bosim bo'layotgan holatlarni ozgina qo'yib yuborasiz. Shu holatni uy sharoitida 2 hafta takrorlaganingizdan keyin xudo xolisa natijani olasiz.